bez antibiotik ham tuzatish mumkin qizlar. Sojok terapiyada ham butun organlar geliy nasatka. Har bitta funksiyasiz davolash uchun bizda mana bu yerda ko'p massajistkalarda tashqariga katta bannerlar yopishtirib qo'yishganda gijjani davolaymiz deb. Shu gap to'g'rimi sizlar uchun? Gijjani qanaqa davolash mumkin? Gijja kasalmi, yo raxitmi, yo shamollaganmi, to'g'rimi? Gijjalarni tushiramiz, qurtlarni tushiramiz, qurtlardan xalos bo'lamiz, ularga ataka, ularni o'ldirib tashlashga. Reabilitatsiya qilyapmiz qizlar, unutmanglar. Gijjalarni tushirsak, butun boladagi kasalliklarni, X-obraziy, O-obraziy, displaziya hamma narsani davolasak, rentgen ko'rsak, elektroforez muolajasini mana odamlar nizomiylarda 4 yillab o'qiyapti. Logopediya, defektologiyalarga. Lekin hech narsa bilmay kelganlar bor, qanchasi oldimga. Men u bilan u yomon, men zo'rman yo kimdir yaxshi emas. Sizlar olayotgan ilmiylarni to'g'ri ishlatib, to'g'ri bir mutaxassis kasalliklarni davolash qaysi sirini aytaymi sizlarga?